Zo'r TV, Gross hamda Centrum Air taqdim etadi. Bugun biz Bangkokdamiz. Bangkok, Tailandning yuragi, sharq va g'arb madaniyati uchrashgan hayot va nurga to'la hayratomuz shahar. Bu shaharga qadam qo'ygan ondan boshlab inson o'zini jonli ranglar, xushbo'y hidlar va benazir musiqa olamida his etadi. Bangkokning tor ko'chalarida qadimiy an'analar va zamonaviy hayot bir-biri bilan uyg'unlikda yashaydi. Osmonga cho'zilgan zamonaviy binolar orasida qadimiy ibodatxonalar Wat Arun, Wat Pho va Buzurg Budda ma'budi haykallari o'zining sokin go'zalligi bilan qalbga orom bag'ishlaydi. Welcome to Thailand. I drive a tuk-tuk. Yeah. Aytgancha, Bangkokda yashash uchun qulay sharoitlarni yaratib bergan Centrum Holidays'ga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tailandga barcha turlar masalasida ularga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Kamol Salimbayeva va Zo'r TV omadli sayohat ko'rsatuvida. Bugun biz 75 million aholiga ega bo'lgan Tailandning Bangkok shahridamiz va sizlarga kutilmagan va kutilgan narsalarni ko'rsatamiz. Eng chiroyli va baland binoga chiqib, shaharni tomosha qilamiz. Suv ustidagi kemasida birgalikda suzamiz va bayk taksisida shaharni aylanamiz. Urf-odati, madaniyati va o'zining milliy taomlari bilan tanishib chiqamiz. Bugun biz Wat Arun Rachamaram, ya'ni qisqa qilib aytganda, Wat Arun ma'badidamiz. Ma'bad 12-asrdan beri mavjud bo'lib, o'z nomini Hind xudosi Arunadan olgan. Wat Arun ma'naviy va arxitekturaviy jihatdan Bangkokning eng muhim va chiroyli ibodatxonalaridan biridir. Uni Thames ahrami deb ham atashadi, chunki u Bangkokning g'arbida Chao Phraya daryosi bo'yida joylashgan va shu daryoning tobora oqib ketuvchi suv bilan uzviy bog'liq. Wat Arunning o'ziga xos uslubi va baland osmonga cho'zilgan piramida shaklidagi minorasi uning eng diqqatga sazovor jihatidir. Ibodatxona o'zining qadimiy tarixi bilan ajralib turadi. Wat Arunning asosi 8-asrga borib taqaladi, ammo uning ko'pchilik bilgan va tanigan shakli 19-asrda Rama II davrida yaratilgan. Bu yerda asrlar davomida bir necha marotaba qayta qurilishlar amalga oshirilgan.
Sizlar bilan Bangkokdagi eng katta savdo majmuasi Icon Siamga paromda ketamiz. Parom narxi esa 10 baht. O'zbek puliga bu 3600 so'm. Nima uchun paromni tanlaganimizni bilasizmi? Chunki Bangkokda tirbandliklar juda ham kuchli bo'ladi. Shuning uchun parom eng qulay transport vositasi. Icon Siam Bangkokning Chao Phraya daryosi bo'yida joylashgan bo'lib, uning ichida barcha taniqli brendlarni topsangiz bo'ladi. Shuningdek, Koreya, Xitoy, Yevropa va Tay ovqatlarini tatib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda biz Tay handmade, ya'ni hamma narsa qo'l bilan qilingan kiyimlar, ustuvor, shapkalar, sumkalar, hamma narsani ko'rsak bo'ladi. Aloha. What are you doing? Kastapraf. Kastapraf. What is that? How much is it? Got it. Okay, come. Bu yerda suylarni, kim suylari qiyshiq bo'lsa, o'shani to'g'rilab berishar ekan. Birinchi etajda street food, ya'ni ko'chadagi ovqat, arzon ovqatlarni topsangiz bo'ladi. Bu o'zbek pullariga 10 ming, 15 ming, ya'ni 20 mingga ham ovqat topsa bo'ladi. Emosiyalarni taqdim etadi. Endi esa biz sizlarga bike taksini ko'rsatamiz. Bangkokda mashinadan ko'ra bike taksida yurgan qulayroq. Chunki tirbandliklar juda ham kuchli bo'ladi bu yerda. Narxlari esa juda arzon va siz Bangkokni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz va his qilishingiz mumkin. Ketdik. Hozir biz Tailandning Talatnoy ko'chasiga yetib keldik. Bu yerda Tailandning eski urf-odatlari, eski ovqatlari, eski uylari hammasi saqlanib qolgan. Agar qadimiy Tailandni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Talatnoy ko'chasiga kelishingizga to'g'ri keladi. Hozir biz bu yerda juda ham taniqli kafe ko'rib qoldik. 32
bar specialty chocolate, ya'ni maxsus shokolad. Kettu yeb ko'ramiz. Bu yerda har xil shokoladlar va bu o'zbek puliga hisoblaganimizda 50 mingcha chiqyapti. Hozir ichib ko'ramiz. Okay. 140 baht, yeah. Okay. Qancha pulim bor ekan, ko'rmay qolman. Okay, 360 baht. Papanka. Thank you. Bu pulimizga borib, keyin tay choylardan ichib ko'ramiz. About the best place in Bangkok. It's for our TV channel, so yes. And YouTube channel too. I will give you, maybe you can see yourself in our video. Bular hozir Amerikadan kelgan, ishdan ekan, hozirlarga men qisqacha aytib berdim. Mana bu yerda bo'lyapti. Bizlarni bizning YouTube kanalida, Speaking Soul TV kanalida ko'rishlaringiz mumkin ekanligidan. Judayam katta boshqa joylarni ham sizga ko'rsatishga ulgurishimiz kerak. Bu yerga kelgandan keyin tay ovqatlarini yemasdan ketish xato deb o'ylayman. Kettu tay ovqatlarini yeb ko'ramiz. Bu yerda menyular bor ekan, ingliz va Tailand tilida. Tailand tilida. Biz ingliz tilidagisini o'qib ko'ramiz. Fried rice. Fried rice yeb ko'ramiz. One fried rice and water. Okay? Chicken and pork and Chicken? Yes. Kapunka. Hozir biz ovqatga buyurtma berdik. Qovurilgan gurunch va tovuq zakaz qildik. Bu hammasi 60 baht. Bu o'zbek so'mida 25 ming atroflarida bo'ladi. Judayam mazali. Sayohat bu zo'r narsa. O'zim ham sayohat qilishni yaxshi ko'raman, lekin juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yaqinda o'rtog'im Osiyoga sayohat qilganida ovqatdan qattiq zaharlanib qoldi, lekin uni chet elga sug'urtasi bor edi. Dori-darmon, doktor, tibbiy yordam hammasini bepulga qilib berishdi. Aytgancha, chet elga tibbiy yordam, dori-darmon, hamma narsani o'z ichiga bepul kiritgan Gross sug'urta kompaniyasi bo'ladi. Sug'urtani ro'yxatga olish 1-2 daqiqangizni oladi, ammo lekin qancha katta muammolarni hal qilishi mumkin. Endi esa biz Bangkokda mashhur bo'lgan Arabika qahvaxonasida kofe ichib ko'ramiz va sizlar bilan birga Bangkokni yuqoridan tomosha qilamiz. Ketdik.
Arabika? Kapun ka. Wow. Она качроли. Красиво. Вау. Sawadika. Arabika? Biz hozir Arabika qahvaxonasiga 55-etajga ko'tarilmoqdamiz. Betobdan juda ham chiroyli bo'ladi, ko'rasizlar. U yerda bepul manzara bilan maza qilib kofe ichishingiz mumkin. Hozir biz Arabika ishchilaridan bir ikkita savol berib javob olamiz. Ketdi. Sadiqa, my name is Kami. May I ask you, can you advise your bestseller coffee for your customers? Which one? All right. Well, for the bestseller, you in our country is the Kyoto latte. Kyoto latte. It's just like a Spanish latte, Wow. Yeah. Wow. Got it? but less sweet. I choose this one, right? Yeah. Yeah, thank you so much. And I have one question for you guys. Like, what do you think? Like, which country's flag this is? Did you see this or not? I think I never see it. Really? Right. Really? Let's think. Husbandimizda bilisharmikan? It's Yoki yo'q? Pakistan. Oh my god! Oh my god, how you know? For real? Yeah, it's for real. O'zbekistonni bayrog'ini bilishar Is ekan. that correct? Yes. Gang Mark. Thank you so Good much. job. Thank you so much for your answer, guys. Like, have a good night and evening. See you soon again. One minute. Welcome to Thailand. Bu yerdan kechki Bangkokni tomosha qilsangiz bo'ladi. Manzara haqiqatan ham juda ham chiroyli. Men sizlarga tavsiya qilaman. Bugungi kunimiz nihoyasiga yetdi. Ertaga sizlarga undan ham chiroyli joylarni ko'rsataman. Hammaga xayr. Sessiyalar ham qilish mumkin. Aytgancha, piknik qilayotgan vaqtingizda ehtiyot bo'linglar, chunki varanli kelib qolishi mumkin. Bular studentlar только что endi tugatib fotosessiya qilib ketishyapti. Sadiqa, do you guys know English a little bit? Can understand, right? Can I take interview? You have to take a photo. Oh, it's like graduation, right? Which university? Mahanakhon University. Mahanakhon. Oh, great.
Она меня посмотрел! Снимите его, снимите. Ehtiyot bo'linglar bo'tda, iltimos. Mana shunaqa alligatormi bu, varunmi kelib qolishi mumkin. Menga o'xshab yuraginglar pastga tushib ketmasligi uchun. Qo'rqib ketdim, ужас. I was recently in Bali too. May I ask you one question? It's just like our TV show. Do you know which country's flag this is? Uzbekistan. Now you know, right? Now I know. Okay. I'm gonna. I've never seen this flag. Really? Really? So you saw that right now, and I want to invite you to our country. I think, yeah, you should come. What's the capital city? Capital of city is Tashkent, but also I wanna advise you to go to Samarkand, Bukhara, Khiva. It's how can I say, our historical cities, so beautiful, amazing. Oh, yeah? And also you should try our traditional food. This is plov, you know, plov. Yes, and also samsa. Yeah. And then do you have your country restaurant in Bangkok? From our country to Bangkok is I around. don't know, like here in Bangkok, if you have your own restaurant. Yana men sizlarga bitta magazin haqida aytib bermoqchiman. Bu meni eng yaxshi ko'rgan magazinim 7-Eleven. U juda ham mashhur Tailandda va unda yo'q narsani o'zi yo'q. Menga ishonsanglar bo'ladi va narxlari juda ham arzon. Ketib qarab ko'ramiz. 7-Eleven'da hamma narsani topsangiz bo'ladi. Uy uchun ovqatlar ham bor, mevalar ham bor, har xil napitklar ham bor. Qarab ko'ramizmi? Men bugun sizlarga o'zimning eng yaxshi ko'rgan napitklarim, именно Tailand napitklari va yaxshi ko'rgan shirinliklarimni ko'rsataman. Meni yaxshi ko'rganim bu sutdan qilingan napitik bo'ladi. Juda ham shirin, soy milk deb ataladi. Bu odamga energiya ham beradi, ham shirin, ham me'daga tegmaydi. Tak. Kuzatamiz. Ha, aytgancha, men shuni ham yaxshi ko'raman. Bu chicken and noodle, ya'ni tovuq va makarondan qilingan ovqat, tayyor ovqat hisoblanadi. Buni faqat isitishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Keyin marhamat, yesangiz bo'ladi. Pokis. Ada poki. Bu poki. Men pokini yaxshi ko'raman, shirin. Buni yong'oqligi ham bo'ladi. Hozir bo'tan topa olmadim. Bu yerda tayyor ovqatlar bor, ya'ni ularni faqat mikrovolnovkaga solib isitsangiz bo'ldi. Shu bilan yesangiz bo'ladi. Har xil sut mahsulotlari va albatta Tailandda eng taniqli bo'lgan ramyonlar. Chunki aziyatlar juda ham yaxshi ko'rishadi ramyon yeyishda. Har xil keksiklar, har xil pishiriqlar ham mavjud. Uy uchun kerakli bo'lgan narsalar. Sawadika. Sawadika bu Tailandda salom degani. Har doim so'rashish sawadika deb ko'rishiladi. Xayrlashganingizda ham savadi deysiz. How much? Ko'pincha aytgancha, bu yerda bularni qirollari surati tushirilgan. Buni g'ijimlash, oyoq osti qilish yoki yerga tashlash mumkin emas. Bu uchun jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shuningdek, biz 7-Eleven'dan narsamizni oldik. Hozir xayrlashib, boshqa lokatsiyaga boramiz.
Kopunka bu rahmat kattakon degani. Taylar har doim bu gapni ishlatishadi, chunki ular juda ham muomalaviy bo'lishadi. Ketdi. Engfa Varaxa 2022-yilning Miss Grand Thailand g'olibasi. Sahnada ham, ekranda ham tabiiy jozibasi, latofati va samimiyligi bilan tomoshabinlarni maftun etadi. Engfa doim ishlaydi, yangilikka intiladi va shu orqali minglab muxlislarga ilhom bag'ishlaydi. Salom Engfa, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Meni ismim Kamola. Birinchi so'ramoqchi edim, ahvollaringiz yaxshimi? Good. And you? Sabaydiha. Sawadi. Kopunka, bu sohani tanlashingizdan sizni kim yoki nima ilhomlantirgan? ที่เลือกอยู่วงการบันเทิงเพราะว่ามันเป็น This is my dream เป็นแบบความฝันของเราตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็มีอะไรที่ challenge เราอยู่ตลอดให้เราได้พิสูจน์ตัวเองจนเราสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามัน success แล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะ Siz shaxs sifatida sahnadan tashqarida qanday insonsiz? Muxlislaringiz sizni qanday qabul qilishadi? จะมี2แบบค่ะคือจะมีตัวรับแขกแล้วก็ตัวอยู่บ้านถ้าเป็นตัวรับแขกเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็จะ no makeup แบบแต่งตัวสบายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นออกจากนอกบ้านไปทำงานก็จะมีความสง่าขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทุกอย่างก็จะต้องเป๊ะมากๆในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องให้ตัวเองได้รีแลกซ์เวลาเป็นตัวรับแขกแต่ว่าเมื่อถึงเวลาทำงานก็จะเป็นบุคลิกที่จริงจังมากขึ้นค่ะ Engfa, bo'sh vaqtingizda nimalar bilan bandsiz? sleep นอนค่ะ Hammamiz kabi. มีเวลาที่ฉันให้พักผ่อนก็ต้องเซฟเวลานอนแบบเต็มที่มากๆแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมก็จะชอบดูหนังมูฟวี่แล้วก็อยู่กับเกียวก็คือ my dog เกียว Miss Grand Thailand 2022 tanlovida g'alaba qozonish sizni hayotingizni qanday o'zgartirdi? First เลยก็คือ have a lot of fans คือมีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็มีชื่อเสียงมีเงินทองเข้ามาที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้แบบเร็วมากๆแบบก้าวกระโดดแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปมากๆคือในเรื่องของการใช้ชีวิตสติแล้วก็การใช้โซเชียลรวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เป็นกลุ่มเยาวชนด้วยเลยค่ะ Tanlov davomida sizni eng ruhlantirgan narsa nima bo'ldi? My dad because he can do everything if you want to do ก็คือเราเคยคิดว่าเราไม่คงทำไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำได้แต่ว่าพอเรานึกถึงพ่อที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถทำได้ทุกอย่างที่เขาอยากทำแล้วก็ไม่นึกถึงกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะลงมือทำลองทำดูมันก็ทำได้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรหลายๆอย่างถ้ามีความตั้งใจมีความอดทนมันสามารถทำได้ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับการประกวดนางงามค่ะ Tanlovdan keyin mashhurlikka moslashish qiyin bo'lmadimi? ชอบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดตอนนี้ที่รู้สึกอินมากๆก็จะเป็นมูฟวี่ number one number two ก็คือเรื่องการร้องเพลง sing a song dance อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันดับ3ตอนนี้ก็ยังคงมี passion เกี่ยวกับการเป็น beauty pageant อยู่ค่ะ Engfa Varaxa o'zini 10 yildan keyin qanday ko'radi? slow down life work life balance ที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำงานน้อยลงแล้วก็อยากอยู่แบบบ้านที่เป็นแบบปลดเกษียณตัวเองอยู่กับสุนัขอยู่กับผักสวนอะไรที่เป็นแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะทำงานน้อยลงนิดนึงค่ะแบบ slow down
Siz hali amalga oshirmagan, ammo orzu qiladigan maqsadlaringiz, niyatlaringiz nima haqida? If everything success in my life, I want to go around the world for travel with my family. อยากเที่ยวทั่วโลกก็คือหนึ่งเป้าหมายที่อยากไป first I want to go ก็คือ Switzerland Switzerland beautiful country คือชอบมากอยากไปถ้าสมมติว่างานทุกอย่างประสบความสำเร็จก็คือ1 ปีสำหรับ 1 year for travel around the world. Wow, for 1 year. Yeah, 1 year around the world. Crazy, that's amazing. I think you should go to Iceland too. Yeah. To see it's so beautiful. O'zbekistondagi muxlislaringizga salom va tilaklaringizni aytsangiz xursand bo'lardik. Uzbekistan. Yes. Hi, Interfans Uzbekistan. Nice to meet you. So thank you so much for love and support me everything. Host someone to see you guys. Zor TV channel. Yes. Zor TV. Soul TV. Zor. Zor TV. เก่งมาก Soul TV. Yes. Okay. สวัสดีค่ะ Soul TV. Thank you so much. Siz bilan I want to say สวัสดี in Uzbekistan. Can I say Sure. Salom Uzbekistan. Salam Uzbekistan? Yes. Okay. And Salom Zor TV. Salam. Salom. Okay. Let's start first. Like from Salom. Uzbekistan. Salom Uzbekistan. 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 Okay. Salam Uzbekistan. Salam Zor TV. Soul TV. Thank you so much. Siz bilan Tailandning mashhur aktrisasi Ingfa Varaha bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozirda biz Bangkokning eng gavjum ko'chalaridan biridamiz, ya'ni Chinatown'damiz. Bu yerda siz Xitoy taomlarini, Xitoy mahsulotlarini olib tatib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerdagi muhit Xitoyga tushib qolgandek. Ketib ko'ramiz. Hozirda O'zbekistondagi eng yirik aviakompaniya bu Centrum Air. Centrum Airda 12 ta samolyotlar bor. Yilning oxirida yana 2 ta qo'shiladi. Samolyot rusumlari A320, A321 va A330. Agar siz qulay va yaxshi narxlarda biletlar sotib olmoqchi bo'lsangiz, Centrum Airga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, men ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Centrum Holidays milliy tur operatori qulay narxlarda Bangkok, Pattaya, Phuket yo'nalishlari bo'yicha sayohatlar uyushtiradi. Ularga murojaat qiling va hayotingizni yorqin lahzalardan bahramand bo'ling. Yaxshi taassurotlar va ajoyib kayfiyatga ega bo'lgan Gross sug'urta kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biz buni birgalikda o'zgacha his qildik.